Qizlar eslayndami? Sariyog'da betiga yong'oqlar qo'yib yoki shakarlar sepib, yoshligimizda bir bo'lak nonni ustiga sariyog' surkab, обязательно shakar sepib yoki yong'oqlar qo'yib, masalan, hamma ham bo'lmasligi mumkin, lekin men eslayman. Erinmasdan betiga shunaqangi yong'oqlar terib yerdim. Hozir hamma sariyog' desa qo'rqadi, semirib ketaman. Shakar desa qo'rqadi, semirib ketaman. Bu narsalar aslida bizni semirtirmaydi, sariyog' foydali. Ozgina yeyilgan shakar ham bizni semirtirmaydi. Bizni boshqa yeydigan ovqatlarimizga, ratsionimizda yana shakarlar, shirin suvlarni e'tiborga olmaymizda, shakar desa yuragimiz yoriladi. Sariyog' desa yuragimiz yoriladi. Sariyog' biz organizmimiz uchun juda ham foydali. Agar u palma yog'lar qo'shilgan margarin emas, toza sariyog' bo'lsa, qon tomiri xolesterinlarni kamaytirishga yordam beradi. Juda ham foydali sariyog'. Eslanglar, yoshligimizni semirib ketaman degan qo'rquv bo'lmagan. Mazza qilib ovqatdan bahra olib yeganmiz. Hozir ko'p narsalar, fast foodlar, ovqatlar hammasi yarim tayyor mahsulotda chetdan kelgan. Biz o'zimizni toza sariyog'larimizdan, shakarlarimizdan qo'rqib yotibmiz, semirib ketaman deb.